Tez jahli chiqadigan odamlarning 6 ta afzalligi. Birinchisi, ular nohaqlikka chiday olmaydi. Shuning uchun tez javob qaytarishadi, lekin niyatlari yomon emas. Ikkinchisi, ular juda halol insonlar. Ichlarida nima bo'lsa, shuni dangal aytadi. Uchinchisi, ularning qalblari toza, yomon niyatlari yo'q. To'rtinchisi, ular juda boshqalarni o'ylaydigan, yordam berishni xohlaydigan, boshqalarning dardi bilan yashaydi. Beshinchisi, o'z manfaatlari uchun kimdandir foydalanmaydi va manfaatlari yo'lida yolg'on gapirmaydi, birovlarni aldamaydi. Oltinchisi, ular ichlarida gina saqlamaydi. Oson xafa bo'lishlari mumkin, lekin tez unutadi, tez kechirib yuboradi. Agar atrofingizda shunday insonlar bo'lsa, ularni qadrlang, ardoqlang. Bu videoni tez jahli chiqadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, akamizni umriga, rizqiga Alloh taolo baraka bersin. Shunaqangi odamlarning ichidan nolasini ommaga olib chiqqani uchun Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa insonlar ham bor. Ya'ni men o'zim shunaqaman. Tez jahlim chiqadi, tez xafa bo'laman, tez o'zimga kelaman. Chunki bizni Alloh taolo shunaqa yaratgan, shu tarzda biz o'lamiz. Shunaqa insonlar qalban birgamiz. Bu